Bizning sevimli materialimizni отворотli fasonimiz uchun 6 sm dan hozir bu joyda chizib chiqildi. 6 sm. Bu yerda ham 6 sm. Endi shu narsani biz hozir o'lchaganimiz. Qizlar mana shu aylanayotgan joyda xiyol aylantirib o'tib ketamiz. Plankasini tikilishini ham ko'rsatib beramiz. Aylantirib. Shu joyda aytib ketaman. Qizlar yarimta lapkada tikdik. Jimchuga o'ynab ketib, choki bir tekis tushiga xalaqit berdi. O'shani hisobiga hozir mana shu plasmas lapkani o'zida tikib turibmiz, sababi bir xillikni ushlab turishi uchun. Ko'pchilik so'rashi mumkin, nimaga aynan plasmas lapkada tikdingiz, yarimta lapkada tikmadingiz deyishinglar mumkin. Aniq bu savolni berasizlar. Plasmas lapkada tikishimizdan sababi matto deformatsiya bo'lmasdan tekis chiroyli chiqishi uchun albatta shu yo'ldan, shu usuldan foydalandik. Agar xohlasangiz yarimta lapkadan o'zingiz foydalanib ko'rishingiz mumkin. Bahramani tikib olgach, 6 sm plankamizni tikilgan bahramani ustidan qo'yib, aylantirib choklab chiqamiz. Burchak tikish sirlari. Bulavka qo'yilgan joydan burchak chiqarib tikib boramiz oxirigacha. Taqab. Xuddi dasturxonni burchagi qanaqa chiqsa, xuddi shunaqa burchak chiqarish bo'ladi. Mana. Yon burchaga. Endi esa 6 sm plankamizni orqa tomonga ag'darib, tekis chokda tikib olamiz. Qizlar mana burchaga sal emas, yaxshigina sложно, qo'linglarni keltirib bittalar qilmasanglar mana. Parter matoyimizga 700 ml qarzani tekis qilib tikib olib, bir tomonlamali 7 sm skladka terib chiqamiz. Qizlar mana pardani ilib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Tagigacha ko'rishingiz mumkin. Mana. Burchak chiqarilgan. Xuddi o'sha holat mana bunaqa bilinmayapti. Endi buni nima qilamiz? Tepaga qaraydigan bo'lsak, mana hozir bu yerda 5-skladkadan 1, 2, 3, 4, 5 mana 5-skladkani o'rtasidan to'g'ridan olib borib, mana bu bo'limizani mana bu stopi bor. Shuni stopga qotiriladi. Mana bu narsa bilan to'g'rilab, dedi 30, 40 yoki 50 sm ga mo'ljallab mana shuni qotiramiz-da. Buni razmerga to'g'rilab, uyi qomatidan kelib chiqqan holatda ilamiz. Hozir buni o'lchab ko'rib, keyin ilamiz. Qizlar men 50 sm belgilab oldim. Uyning qomatidan, razmeridan kelib chiqqan holatda belgilab, shu joydan buvonni qo'ydim. Qizlar, sizlarga zo'r life hack, faqat kim qanaqa qiladi bilmayman. Mana bu narsani bilasizlar, Xo'stavarda sotiladi. Mana ovozini ham eshitayotgan bo'lsanglar. Xullas, bu qotiriladi mana, stop. Mana shu narsadan foydalandik. Mana shu joyda. Unaqa bilinmayapti, lekin xiyol bilindi mana. Shundoq qotirib qo'ydik. Ko'ringlar qani, agar yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yasizlar. Qizlar mana tayyor bo'ldi pardalarimiz. Mana tayyor bo'ldi. Tunlarimiz gullari ham juda chiroyli tushdi. Mana aytganimdek, o'rgatganimdek hamma narsani to'liq ko'rsatdim. Hech qanaqa bu yerda sir, asror yo'q. Boricha hammasini ko'rsatdim. Xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Rahmat.
Agar yoqqan bo'lsa, duo qilib qo'yinglar, xudo xolisa. Bundan-da zo'r pardalarimizni video darslik qilib chiqaramiz, xudo xolisa. Aytgancha, uy balandligiga 10 cm qo'shib olingan. Qo'ldan kelgancha videolarimizni to'liq olishga harakat qildik. Kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Sizga video darsligimiz yoqgan bo'lsa, Gulxan pardalariga obuna bo'lib qo'ying.